Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan boshqacha podkast olamiz. Boshqacha deganimiz sababi uzunroq bo'ladi. Koreya haqida noldan ma'lumot berishni boshlaymiz. Bu podkastlarimiz qiziq qismlarga bo'lingan. Siz bularni birma-bir ko'rib bo'ladigan bo'lsangiz, albatta vaqtingizni ayamang. Siz to'liq tushunchaga ega bo'lasiz. Koreyaga borishingiz kerakmi? Nima uchun bormoqchisiz? Qaysi sohalar qiziqtiradi? Hozirgi kunda Instagram, Telegramdagi marketing aldovlari va talabalarga borishidan oldin qop-qop va'dalar berish, xuddi shular haqida barchasini gaplashib o'tamiz. Bunda hech qanaqangi reklama bo'lmaydi, chunki biz o'zimiz shunchaki o'quvchilarga, talabalarga xolisona tekin ma'lumot qilib YouTube'ga joylayapmiz. Buni albatta do'stlaringizga ham hammaga tavsiya qiling. Xo'p, biz bo'lmasa boshladik. Qaranglar, siz Koreyaga bormoqchisiz yoki borishga niyat qilyapsiz. Aytaylik, 9-sinf, 11-sinfda bitirayotgan talabalardan, kollejda bitirayotgan talabalardan yoki bitirib bo'lgan talabalar hammasini misol qilib olishni boshlaymiz. Sizga odatda Koreyaga borish uchun til sertifikati talab qiladi. Til sertifikati talab qilmaydigan joylar ham bo'ladi, faqat til sertifikati talab qiladigan joylarga borishda maslahat beraman. Birinchi o'rinda ingliz tili va koreys tili talab qilinadi. Ingliz tili umumiy hammaga ayon bo'lib qoldi hozir. 5,5 IELTS bo'lish kerak eng kamida. Eng kamida 5 IELTS bo'lish kerak. Bu yerda o'zimizni elchixona talab qilgan bandlar 5 dan kam bo'lmaslik kerak, reading bilan listening. Agar bittasi 5 bo'lib qoladigan bo'lsa ham 11-band bilan отказ berish xavfi bor sizda. Shunchalik talabalarni biz xuddi shu bandlariga qaraymiz IELTS ballarini. Endi IELTS baldan yuqori bo'lsa-chi, xo'p, aytaylik 6+, 7, 7,5, 6,5 xuddi shunaqangi ball bo'ladigan bo'lsa, endi siz nufuzliroq universitetga o'zingiz xohlagan sohalarga kirishingiz imkoniyati yuqorilashadi. Misol uchun, ko'pchilik talabalar biznes sohasiga boradi yoki administration, hotel management shunaqa sohalarga boradi. Bu sohalar 5,5 da ham talab qilaveradi. 6,5 dan boshlab aniq fanlar talab qilishni boshlaydi. 6,5, arxitektura yoki injiniring shunaqangi sohalar 6,5 dan boshlab talab qilinadi. Men tavsiyam beraman, agar 5,5 bilan oladigan bo'lsa ham 6,5 bo'lsa juda yaxshi, sababi siz u fanlarda o'qishga qiynalmaysiz. 6,5, 7 bo'ladigan bo'lsa va grant chiqish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. Qancha grant beradi, qaysi universitetlarga beradi, bularni alohida podkastimizda universitetlar haqida ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Albatta bu videoni ham ko'rishingizni tavsiya beraman. Xo'p, biz minimum, ya'ni eng oz ballarni tushuntirib o'tdik. Xo'p, bu 5,5 ekan ingliz tili bo'yicha. Endi bu yerda ko'p talabalar chalkashib ketadiki, shuni ham tushunib olinglar. Bu yerda biz doimiy yoki deymiz. Ikkalasi bo'lish shart emas. Agar sizda ingliz tili IELTS 5,5 bo'lsa, Koreyaga ketsangiz bo'ladi. Yoki sizda koreys tilidan TOEIC 2 bo'ladigan bo'lsa, siz yana bemalol Koreyaga ketishingiz mumkin bo'ladi. Faqat bunda siz imkoniyatlaringiz cheklangan kasbiy ta'limga xolos. Kasbiy ta'lim 2 yil bo'ladi. 2 yil. Xo'p, 2 yil bo'ladi. Bu sohalari biznes sohasi, hotel management, keyin madaniyat sohalari, har xil sohalarga o'zi 2025-yil kuzdan ochdi sohalarni. Oldin faqat og'ir sanoat, puri sanoat edi. Hozir bemalol topshirsangiz bo'ladi. Qolgan sohalarga ham TOEIC 2 bilan. Lekin sizga bir savol. Koreyaga nima uchun bormoqchisiz? Koreya sizning tasavvuringizda qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Biz albatta hammasiga javob berib o'tamiz. Ko'pchilik talabalar Koreyani noto'g'ri tushunchada tasavvur qilishyapti. Koreya xuddi borib turib ham o'qib, ham ishlaydigan joy tasavvur qilishyapti. Ota-onalar bo'lsa,
farzandlarini jo'natib, misol uchun farzandiga 5000 investitsiya qiladi uzog'i bilan va 6 oy o'tar o'tmas уже o'sha 5000 ni talab qilishda boshlayapti. Sen Koreyadasan, nima uchun ishlamaysan? Nima uchun qarzimizni qaytarmaymiz yoki shunaqangi va'dalar bo'lgan edi degan qiyinchiliklar, tushunmovchiliklar juda ham ko'p bo'lyapti. Bu so'zim aynan ota-onalarga. Ota-onalar, agar sizlar talabani, ya'ni farzandinglarni ishlagani jo'natmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, sizlar albatta buni kutishinglar kerak. Talaba borgandan keyin sizga pul jo'nata olmaydi. Talabani u yerda moslashishi bor, o'ziga yarasha maqomga, ya'ni qarislarning oldida va oshna-og'aynilarning oldida ish topishi uchun, yuqori darajaga erishish uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu narsani to'g'ri tushuninglar. Hech qaysi talabaga biz shu paytgacha borgandan boshlab ishlaysan, uyiga shuncha jo'natasan, kuniga shuncha topasan degan va'dalarni hech qachon bermaymiz. Talaba borib o'qish paytida o'zini xarajati uchun ishlasagina juda katta gap bu. Kanikul paytida shu bakalavrda, magistrda, kasbiy ta'limda yiliga 2 marta 2,5 oydan dam beradi, ya'ni katta kanikul bo'ladi. O'sha kanikulda talaba to'liq haftasiga bemalol ishlashi mumkin. Unda ham ish topib olsa. Ish topish uchun nima qilish kerak? Sizda topik, ya'ni koreys tili darajasi bo'lishi kerak. Bu sizni koreys tili ketishingiz uchun 2 edi. Endi siz ish topishingiz uchun eng kamida 3 topik kerak bo'ladi. Agar sizda 3 topik bo'ladigan bo'lsa, yaxshi ishlarda ishlasangiz bo'ladi. 3 topik degani talaba so'zlasha oladi, muloqot qila oladi degani. Sizlar Rossiyaga borgan ota-onalar yoki Rossiyani holatini biladigan ota-onalar o'ylamanglar. Talaba ingliz tili bilan ketdi, borib turib koreys tilini o'rganib oladi, koreyslar bilan yashayapti-yu. Yo'q, bu narsa juda ham noto'g'ri tushuncha. Agarda talaba haqiqatdan topikni o'rganib ketadigan bo'lsa, bunda ish topish qobiliyati, ya'ni ish topish koeffitsiyenti juda ham yuqorilashadi. Lekin talabani IELTS 7 bo'ladigan bo'lsa, 8, aytaylik 9 darajagacha bo'ladigan bo'lsa ham, lekin bu ish topishiga unchalik katta yordam bermaydi. To'g'ri, 9 bo'lsa, yaxshi ishlarda ishlashi mumkin, lekin odatda 9 talabalar Koreyaga bormaydi. Uzog'i eshitganman, ko'rganman, 8 IELTS olgan talabalar Koreyaga ketgan. Rosa Koreya avjiga chiqqanda. Hozir ham Xudoga shukr, avjida faqat to'g'ri tushunchalar bilan, to'g'ri ko'rsatmalar bilan borishingiz kerak. Ota-onalar borasida biz bilan juda ham ko'plab muammolar bo'lyapti. Chunki talaba borgandan keyin ota-ona o'sha u yoqdan pul talab qilyapti. Talaba nima qilishni bilmay kontraktiga to'laydimi, yozda ishlagan pulini yoki uy joyiga beradimi yoki xarajat uchun olib qo'yadimi? O'ylanib qolyapti, uyga jo'natib yuboryapti. Kontrakt qolib ketyapti. Bu talabani nelegalga chiqishiga sabab bo'lyapti. U yoqda hech qaysi konsalting yoki hech qaysi ota-ona sizni deyarli kontraktingizni to'lab bermaydi, yeb-ichish uchun xarajat bermaydi. Talabalarda o'zida ham katta ayb bor. Qanaqa ayb? Borgandan boshlab ishga chiqishni boshlaydi. Xuddi shunaqangi muammo bilan hali borganiga 2 hafta, 2,5 hafta bo'lmagan bir talabamiz immigratsiya ushadi, o'sha O'zbekistonga deport qilinyapti. Hali ID kartasi chiqmagan. Jarimani to'laydigan bo'lsa, Koreyaga qaytib kirishi mumkin. Agar to'lamaydigan bo'lsa, deport qilaveradi. Borgandan boshlab ishlagisi keladi bu talabalar. Borgandan boshlab. Bo'lmasa xarajat uchun puli bor. Hech qayerga qochib ketmayapti. Ishlar. Xo'p, shunaqangi muammolar juda ko'p qiynaydi bizni. Xo'p, yana bitta sizga dolzarb savol, hurmatli talaba yoki ota-ona. Siz o'zingizni Koreyaga borganingizdan keyin, ya'ni 5 yildan keyin qayerda ko'rasiz? Qanaqangi maqomda ko'rasiz? Aytaylik, 4 yillik bakalavringizni tugatdingiz, magistraturani tugatdingiz. Xo'p, bakalavrga boradigan aksariyat talabalar, xo'p, bakalavr 4 yil plus 2 yil, ya'ni magistratura. Xo'p, 6 yildan keyin 6 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? O'zingizga o'zingiz savol bering. Siz shunchaki
qora mehnat qiladigan ishchi bo'lib qolasizmi yoki ofislarda yoki qanaqadir kattaroq korxonalarda, zavodlarda yoki katta kompaniyalarda ishlayotgan odam sifatida ko'rasizmi? Agar javobingiz men oddiy qora ishchi bo'lishim kerak bo'lmoqchiman, menga uni qancha katta kompaniya kerak emas. To'g'ri, bunaqangi talabalar ko'proq ishga boradi. Bakalavr qilib, kasbiy ta'lim qilib, asosan e'tiborini ishga qaratadi. Agarda siz kattaroq kompaniyalarda ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizda bu 6 yildan juda ham unumli foydalanishingiz kerak. 6 yil sizga beriladigan eng katta yutuq. Koreyada yurish uchun, Koreyada katta insonlar bilan tanishish uchun, karyera qilish uchun juda ham katta sizga imkoniyat. O'zbekistondagilarda bunaqa imkoniyat deyarli kam. Bu yerda katta tajribalar olishingiz mumkin. Koreyada katta kompaniyalarga borib turib o'rganishingiz mumkin. Bu narsalarda siz albatta bu 6 yil ichida qilishga harakat qilishingiz kerak. Agarda siz kattaroq kompaniyalarda ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, kattaroq kompaniyalar talablari qanaqa bo'ladi? Avvalo bularni o'rganing. Xo'p, o'sha talablarga moslashishni boshlang. Nechta til talab qilyapti? Koreys tili, ingliz tili, xo'p yana qaysi tillar? O'zbek tilini endi bilasiz. Deyarli siz 3 ta til bilasiz. Siz endi qaysi sohada ishlamoqchisiz o'sha kompaniyalarda? Xuddi shu savollarga javob bering. Siz hozirgi tushunchangiz juda ham sayoz tushuncha hisoblayman. Koreyaga borib olsam bo'ldi, Koreyaga kirib olsam bo'ldi. Koreyaga kirishingiz, Koreyaga borishingiz hozirgi kunda konsaltinglar orqali unaqangi muammo bo'lmay qolgan. Siz Koreyaga deyarli bordingiz hisoblang. Agar oldin отказ olmagan bo'lsangiz, olgan bo'lsangiz ham Koreyaga kirsangiz bo'ladi. Topik 200 bo'lsa yoki 300 bo'lsa, shunaqangi IELTS darajalaringiz bo'ladigan bo'lsa, siz Koreyaga kirdingiz hisob. Hozir Koreyaga borish unchalik qiyin emas. Konsaltinglar juda ham zo'r ishlayapti. Sizni natijangiz chiqarib berishadi. Lekin Koreyaga borganingizdan keyin nima qilasiz? Xo'p, o'sha yoqda reja bo'lib ketaveradi, o'zi yo'q. Reja bo'lmaydi. Siz aynan bir qat'iy qaror, qat'iy reja bilan ketmaydigan bo'lsangiz, siz Koreyada juda ham qiynanishingiz mumkin. Aksariyat talabalar oddiy qora ishchi bo'lib qoladi. Shu 6 yil davomida ham, 4 yil davomida ham, 2 yil davomida ham oddiy qora ishchi bo'lgan. Qo'shimchasiga D10 degan viza bor. D10 vizasi bor. Bu D10 vizasi bakalavr bitirgan, magistraturani bitirgan talabalarga beradi. 6 oydan 4 marta beradi hozirgi kunda. Bu ish qidirish vizasi hisoblanadi Koreyada. Agarda siz shu 6 oy davomida ish qidirib topib qoladigan bo'lsangiz, rasmiy vizangizni o'zgartirib Koreyada yana qolish huquqiga ega bo'lasiz. Agarda D10ingiz 4 marta tugaydigan bo'lsa, siz yana o'qishga kirib olishingiz kerak haqiqatda o'sha yerda qolish uchun yoki O'zbekistonga qaytib kelishingiz kerak. Bo'lmasa nelegal bo'lib qolasiz. D10da ham olinmasdan haqiqatan talabalar nelegal bo'lganlari juda ko'p. Bular Koreyani o'z eshigini o'zi yopdi. Ya'ni Koreya sizga qamoqxona bo'lib qoladi. Nima uchun? Siz chiqib kelsangiz qaytib kira olmaydigan zona bo'lib qoladi. Va yana bitta ma'lumot bor. Koreysga uylanadigan bo'lsangiz, va albatta hazil, lekin rostdan ham uylanib viza uchun qolayotganlar bor. Bu narsani biz hech qachon tavsiya bermaymiz, yoqlab ham chiqmaymiz. Chunki oila yashash uchun quriladi. Viza uchun emas yoki qanaqadir manfaat ustiga emas. Bu manfaat ustiga quriladigan bo'lsa, u vaqtinchalik, o'zingizlar ham bilasizlar, bu tugaydi. Shunchalik siz jiddiyroq bo'lgan tarafga yondashing. To'g'ri, sizning mehnatingiz ko'proq bo'ladi. Kamroq uxlarsiz, kamroq o'zingiz uchun vaqt ajratasiz, ko'proq o'zingiz ustingizga ishlarsiz, lekin kun kelib mevasi juda ham shirin bo'ladi. Shuning uchun talabalar, hurmatli ota-onalar, talabalarga, ya'ni o'g'illaringizga, qizlaringizga hushyorroq bo'linglarki, nima uchun Koreyaga ularni ketishiga ruxsat beryapsiz? Nima qiladi u yerda? 6 yildan keyin, 4 yildan keyin, 2 yildan keyin nima qilishi mumkin? Shunchaki agar pul jo'natish maqsad bo'ladigan bo'lsa, to'g'risi bu Koreya mavzusi chidashinglarga to'g'ri keladi. Nimaga? Talaba borgandan keyin ham sizga
6 oy ichida yoki 1 yil ichida sirazi katta pul tashlay olmaydi. Chunki uni o'qishi bor. Haftasiga 2 kun, 3 kun o'qishi bor. Orada imtihonlari bor. Ularga tayyorlanish kerak. Universitetga borish kerak. Talaba bitirgandan keyingina E7 vizasini olish mumkin. Ko'p talabalar o'ylaydiki, bakalavrni bitirgandan keyin E7 vizasini olishlari mumkin. Bakalavr bitirgandan keyin o'zini sohasiga qarab turib. E7 vizasi qanaqa viza? Bu professional ishchi vizasi hisoblanadi. Siz u yerda oilangizni olib ketsangiz bo'ladi. Kasbiy ta'limni bitirganlar ham E7 vizasini olishlari mumkin. Universitetga bog'liq. Universitet E7 vizaga yordam beradigan bo'lsa, albatta E7 vizasini olishlari mumkin. Xo'p, odatda bakalavrlarda E7 viza olish osonroq bo'ladi. Agar Topik 2 bilan ketdi, 2 yillik kasbiy ta'limni bitirdi va universitet yordam berdi, keyin E7 vizasini olishlari mumkin talabalar odatda. Endi E7 vizasi haqiqiy ishchi viza hisoblanadi. Hurmatli ota-onalar, endi shu sizlarning farzandinglar bemalol ishlashi mumkin. Endi ulardan oyiga eng kami 1,5 ming, 2 ming dollar pul talab qilishingiz mumkin. Ungacha o'qish paytida iltimos talab qilmanglar, hech qanaqangi piching ham qilmanglar. Piching qanaqa bo'ladi? Telefonda gaplashyapsiz, palonchini o'g'li muncha jo'natibdi. To'g'ri, palonchini o'g'lida yoki qizida imkoniyat bo'lishi mumkin. Sizni farzandingizda imkoniyat bo'lmasligi ham mumkin. Bu narsani siz to'g'ri tushuning. Talaba u yoqda o'ylaydiki, yaxshi o'qib turgan, yaxshi holatdagi, yaxshi o'qishlari zo'r ketayotgan joyda talabani miyasi muzlaydi. Ota-onaga o'zi pul jo'natish kerak ekan. Ota-ona mendan pul talab qiladi. To'g'ri, siz to'g'ridan to'g'ri o'g'lim pul muncha jo'nat, qizim muncha jo'nat demassiz. Lekin talaba aksariyati xuddi shunaqangi tushunadi. Iltimos, talabalar bilan, ya'ni u yoqdagi farzandlar bilan gaplashishda juda ham hushyor bo'linglar ota-onalar. Sizlarga o'zimni boshimdan o'tgan odam sifatida aytib beryapmanki, har bir gapinglar, har bir so'zinglar talabaga albatta ta'sir qiladi. Chunki talaba u yerda talabaga oson ham tutib bo'lmaydi. Chunki u yolg'iz. Ota-onasi yo'q oldida, issiq ovqatiga, issiq kiyimiga, joyiga, hamma yo'g'iga qaraydigan ota-onasi yo'q. Haqiqatan o'zini yolg'iz his qiladi. Talaba uchun birinchi 6 oylik 6 oy juda qiyin o'tadi. Juda qiyin o'tadi. Chunki hamma yo'g'i bor joydan hech narsasi yo'q joyga tushib qoldi. Na ota-onasi bor, na uyi bor, na oshna-og'aynilari bor. Yangi oshna-og'aynilar, yangi muhit, yangi uy, yangi joy. Bu narsani adaptatsiya qilib olish uchun vaqt kerak. Sizlar albatta farzandinglar tomon bo'lishingiz kerak. Talabalar, ota-onalar bor. Xudoga shukr, rahmat deymiz. Ba'zida talabalar qiynaladigan bo'lsa, kontraktga pul to'lab beradiganlar bor. Bu ota-onalar juda ham yaxshi biladiki, talabani o'qishga jo'natgan. To'g'ri, ishlay olmaganligi uchun, ko'proq o'qishga e'tiborini qaratganligi uchun kontrakti bo'lmagan bo'lishi mumkin, o'qishga to'laydigan. Lekin ota-onalar bu yoqda yordam qiladi. Shunchalik ota-onalar birinchi 6 oylik talaba uchun juda qiyin o'tadi. Sizlar unga ruhan, ma'nan kerak bo'lsa, moddiyan yordam berishingiz shart. Talaba o'zini o'rnab ketishi uchun. Oson tutmaslik kerak talabaga, chunki juda ham qiyin. Men o'zim boshimda o'tkazganman. Mana deyarli 5 yilga yaqin Koreyada yurgan bo'lsam, men uchun birinchi 6 oylik juda qiyin o'tgan. O'zbekistonga ketib borish rejasi juda ham ko'plab bo'lgan menda. Va qolgan talabalarda ham xuddi shunaqangi bo'ladi. To'g'ri, ba'zi yengil talabalar bor. Bu talabalarga murojaat qilamanki, ozgina boshingiz og'risa, ozgina sog'lig'ingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, tezda telefon qilib ota-onangizga aytmang. Hech qachon. Sog'lig'ingizda xudo xolasa muammo bo'lsa, doktorlar juda ham yaxshi ishlaydi. O'zingizni ko'rsating. Sizga milliy sug'urta bor, anchagina chegirmalar qilib beradi. Yoki uy joyingizda qanaqadir muammo bo'lsa, ishingizda 1-2 kun bo'lmaydigan bo'lsa, ishingiz 1-2 oy bo'lmaydigan bo'lsa, uydagilarga telefon qilib aytmang. Uydagilar shunchaki siqilishdan boshqa hech narsa qila olmaydi.
agar gapni ochig'i, pulingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, oshna og'ayningizdan hech kimdan Koreyadan qarz ola olmaydigan bo'lsangiz, shunchaki pul so'rang. Nima qilyapsan, nima uchun pul topa olmading degan javoblarga men ko'proq e'tiborimni o'qishga qaratdim. Shunchalik menga qarzga shuncha pul berib turishinglarni so'rayman deb shunchaki pul so'rang xolos. Talabalar bor. Boshimizdan o'tdi, chunki talabalarni jo'natamiz-ku. Bir yaxshi uyga kirgan talaba bittagina shu pokrevali dazmol yo'q bo'lgani uchun uydagilarga telefon qilib aytayapti. Uydagilar nima deydi? Muhammadali, siz farzandimni qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, shu ona aytayapti, bo'mshlab turadigan xonaga olib bordingizmi? Sizlar o'ylagandaqa, biz tasavvur qilgandaqa koreyslarda uy juda ham katta bo'lmaydi. Katta xonalarda shiftlar baland bo'lgan joylarda yashashmaydi. Odatda ijaraga beriladigan uylar, talaba yashaydigan uylar pastdekkina va kichkina bo'ladi. Kir mashinasi, oshxonasi, hojatxonasi, hammomlar hamma yo'g'i bitta xonani o'zida joylashgan bo'ladi. Shunchalik talabalar noto'g'ri tasavvur qilib qolishlari mumkin. Zo'r uy topib beryapmiz, anaqa uy topib berdik, manaqa uy topib berdik deganlar prosta rasmni yaxshi olishadi xolos. Yorqinroq qilib, chiroyliroq qilib. Lekin undan ham yaxshi uylar bo'lishi mumkin talabalar uchun. Oddiy unaqangicha haligi sharoiti rasvo emas, sharoiti zo'r emas. Agar sharoitdan zo'r 2 etajli uy olib beradigan bo'lsak, 2 qavatlik dom olib beradigan bo'lsak, shunaqa domlar bor. Lekin qimmat bo'lib ketib qoladi talabalar uchun. Talabalar u yerda pul ishlatgani yoki bir mehmonxonaga dam olgani yoki bir 10 kunga sayohat qilgani ketmayapti. Ular yillar davomida o'zini ustida ishlagani, qiyinchilik bo'lsa yengigani, muammolarni hal qilgani ketyapti. O'zini qiyinchiliklarda toblagani ketyapti. Sizdan, ota-onadan mustaqil bo'lgani ketyapti. Shunchalik sizlar hushyor bo'lishingiz kerakki, talaba u yoqda pul topishni boshladi, qanday ishlatishni ham o'rganadi, nima uchun ishlatishni o'rganadi. Shunchalik talabalarga biz qiynamagan holda boshlanishiga odatda arzonroq uy topib beramizki, keyin ham shu yerda qolaversin, muammo bo'lmasin. Agar talabani puli ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, uy topish Koreyada muammo emas. Uy topib berish agentliklari universitetlar atrofida bidirab yotibdi. Shunchaki borib turib, menga uy kerak deydigan bo'lsa, xohlagan summasidagi, xohlagandaqa statusdagi uyni bemalol topishlari mumkin. Shunaqa, biz shu fursatdan foydalanib talabalarga xarajatlar ko'p ota-onalarni ham, talabalarni ham qiziqtiradi. Biz xarajatlar uchun alohida video qilyapmizki, misol uchun talabaga kasbiy ta'limga qancha ketadi, qayerga ketadi, qancha pul nimalarga ketadi, bakalavrga, magistraturaga, elektron to'lov hammasini biz alohida bitta video qilib chiqmoqchimiz. Xudo xolasa, buni yaqin orada YouTube kanalimizga joylaymiz, bemalol ko'rishingiz mumkin. Har bir universitetda keysida alohida ko'rib chiqamiz. Faqatgina men umumiy bitta aytib o'tib ketmayman. Kasbiy ta'limga o'rtacha shuncha xarajat ketadi demayman. Men 4 ta 5 ta universitetlarda olamanda polniy xarajatlarini tushuntirib aytib o'taman. Lekin yana bitta video qilyapmizki, talabalar uchun universitetlar haqida deyarli to'liq obzor, ya'ni bu universitet qayerda joylashgan, kontrakti qancha grant yutsa bo'ladi, borgandan keyin u atrofda necha kilometrda ish bor, qanaqa ish bor, qanday qilib ish topish mumkin, nima qilsa ish topib oladi, qancha pul topish mumkin, hammasini o'ta detalli qilib turib biz video qilmoqchimiz. Bu bizni juda ham katta loyihamiz. Izohlar bilan, ya'ni o'zingizlarda bu videoga bo'lgan fikringlar bilan albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Va like bosinglar. Albatta buni ko'proq odam ko'rsinki, talabalar to'g'ri tushunchaga, ota-onalar to'g'ri tushunchaga ega bo'lsin. Koreya siz uchun susambil emas. Siz borganingizdan keyin xohlagancha ishlab, xohlagancha pul jo'natadigan joy emas. Deyarli hozirda Koreyada o'zbeklar ko'p. O'zbeklar ko'pligi sizni ish topishingizga muammo emas. Siz o'zingiz uchun javob berasiz. Ko'p konsaltinglarda fikri
shunaqangi fikr borki, O'zbekistonda yaqinda konsalting shu Koreya bozori tugashi mumkin. Men unaqa o'ylamayman, chunki Xitoydan yiliga 100 mingdan oshiq talaba kirib keladi. Ikkinchi o'rinda Mongoliya, keyin Tailand, shunga o'xshagan Shri Lanka davlatlari turadi. 5-o'rinda top 5 taliga to'g'ri O'zbekiston kiradi. Yiliga 4,5 mingta, 5 mingta atrofida talaba jo'natamiz. Bizdan 100 ta ketadigan bo'lsa, qolganlardan 400 ta, 500 ta, 600 tagacha talabalar ketishyapti. Umumiy shunaqa 4,5 ming, 5 mingta ketyapti. Sonlarni ham adashtirib qo'yapman. Xo'p, shunaqa ketyapti. Ya'ni o'zingizni rizqsiz qo'shilgan bo'lsa, albatta borasiz. Xitoyda 100 mingdan oshiq, biz o'zbeklarda statusini xuddi shunaqangi to'g'ri ma'lumot berib, to'g'ri tushunchalar berib, talabalarni statuslarini yuqorilashtirmoqchimiz. Chunki faqatgina ishga borish kerak, o'qib ishlayman deydigan tushunchalar ko'plari Koreyada muammo qilyapti. Nelegalga chiqib ketyapti yoki bir muammolar bo'lyapti. Talaba borsin, o'sha yerda o'qiydigani, ishlaydigani borib o'qisin, ishlaydigan o'sha yerda borib ishlasin. Hammasi o'zini ishini qilsinki, biz boshidan to'g'ri yo'nalish beraylik, keyinchalik ham muammo bo'lmasin. Bu juda ham katta foyda beradi o'zbeklarning maqomini ko'tarishga Koreyada. To'g'ri tushuncha bilan ketgan odam Koreyada muammo qilmaydi. Endi Koreyani noto'g'ri tushunchada tasavvur qilib turib, men endi o'sha yoqqa boraman deydigan talaba xuddi shu videodan keyin fikri o'zgarib, Koreyaga bormasligi mumkin. Siz Koreyaga bormaydigan bo'lsangiz, fikringiz o'zgargan bo'lsa, juda yaxshi. Bu sizga manfaatli. Boshqa kattaroq ishlar qilishingiz yoki o'qishlarda o'qishingiz mumkin. Biz sizga omad tilaymiz. Lekin Koreyani siz to'g'ri tushunchada bilib olishingiz shart.